Leksiyemizi davamlaştırmayız, hürmetli vatandaş. Endiki ikinci leksiyadan buran Tesla. Bugün Tesla'ga 2021 ayının 9. günü. Endiki mavzumunda Beijing Amerika bilen adakça elişizga tayyorlik qildi. Amerika Jungo münasebeti qatmal halga tushib qoldi. Mavzuda xabar 8 ayının 7 günü Amerika ovozinin Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshladi. Washington bilan Beijing diplomatiya, harbiy ishlar, geopolitik qatorli sohalarda tegma-teg qarshilashayotgan bir paytda Jungo partiyasining yuqori qatlamadagilar Amerika bilan adoqchi elishadigan Amerika siyosatini belgiladi. Amerika Qo'shma Shtatlar Muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman o'tgan hafta Jungoga ziyoratga berib, qaytib kelgandan keyin Amerika Jungo munosabatidagi jiddiylik pasaymadi, balki texmo yomonlashga yuzlandi. 8 ayının 4 günü Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken ekran orqali Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi yig'iniga qatnashib, Jungo hukumatining kishilik huquqni dafsanda qilishlarini ayblab, xalqaro qonunlarga xiloflik qildi, boshqa davlatlarni majburladi deb ko'rsatdi. Sözünü sözlep bolgan Jungo'nun Tashqi ishlar ministri Wang Yi ikinci qatam fikir bayon qilib, mundaq dedi. Amerika qatorli ayrim davlatlar har xil sanalarda Jungo'ning ichki ishlariga aralashib, qonunsiz ichki ishlariga aralashib, qora surkab keldi. U yana mundaq dedi. Bir qatam sizlar mushundaq ish qilsanglar, bizmi sizlarga bir qatam mushunda qarshi turamiz. Buni biz sizlarga leksiya qilib so'zlagan to'q, bugun umumlashtirilgan maqola degani ketdi bu mazmun. Harbiy ishlar sohasida Amerika 8 ayda 2 maydon Janubiy Jungo dengizi va Hind Tinch okeani rayonida zo'r ko'lamli harbiy manevr o'tkazadiganligini e'lon qilgandan keyin Jungo ozodlik armiyasi orqadan 8 ayning 6 kunidan 10 kunigacha Janubiy Jungo dengizida harbiy manevr o'tkazadiganligini e'lon qildi. Harbiy manevr qildigan doira 100.000 kvadrat kilometrdan oshadi. Mushu gapni tushunmay qoldim. 100.000 kvadrat kilometr degan bu nayt zo'r doira. Teg'uşinin Amerika qartalganligi intayin aniq. O'xshashli vaqtda Jungo matbuotlari Amerikaga qarshi o't ochishga boshladi. Aloqador taraflar agentligi Shinhuashi 8 ayning 4 kuni kayni-kaynidan 2 parcha uzun maqola e'lon qildi. Birinchi maqola Amerika ittifoqdoshlar sistemisining 7 turlik jinoyati deb mavzu qo'yilgan maqola edi. İkinci parça maqolaga Amerika siyosat vaziri Zadi Kim bilan birga turdi. Amerika tarafining Shangang masalasi, ya'ni Hong Kong masalasi bo'yicha Jungoning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashishning haqiqiy qiyofati deb mavzu qo'yildi. Devamını anlayış, hürmetli vatandaş.